Assalomu alaykum, mana aziz takipchilarim. Avvalambor xush keldilaring. Yaxshimisizlar? Hozirgi ko'radigan kartamizning nomi Sizga kim yomonlik qilyapti? Shuni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik bo'lmasam, sizga kim yomonlik qilyapti? Bismillahirrohmanirrohim. Oxirgi paytdagi situatsiya sizda oilangizda bo'lib o'tayotgan notinchliklar, bir-birlaringga qarama-qarshi bo'lgan qandaydir gaplaringga to'g'ri kelmaydi. O'shanga o'xshagan nomurosasichiliklar bo'lib o'tyapti oilalaringda. Mana shu yaqin kunlarda boshlangan narsa. Deyishim mumkin 2 hafta, 3 haftaga hali o'tgan yo'q. Spor, qanaqadir spor ketyapti. Endi qarang, hayotlaring oldingidaqa shirin emas. Oldin nihoyatda bir-birlaringni tushunib, bir-birlaringni aytganlaringni qilib, hozir gaplaringga to'g'ri kelmayapti. Siz unga ishonmaysiz, u sizga ishonmaydi. Finansi bor, yo'q emas. Misol uchun hali keladigan xonasi yo'q, topa olmaydi deya olmayman, bor. Lekin mana oyni boshi kelganda atrofdan kelyapti. Atrofdan kelib hamki uzoqdan kelmaydi bu yomonlik sizlarga. O'zlaringga qarshi, mana o'zlaringga yaqin bo'lishi mumkin. Yori birodar, qarindosh urug', atrof, yaqin atrofdan, uzoqdan emas. Gap so'zlar, bir-birlaring bilan tortishib qolishlaring, gaplaringga to'g'ri kelmasligi, tashqaridan kelgan g'iybatlar. Misol uchun mana kartani ko'rsatyapti. Sizlarning o'rtalaringga kelayotgan yomon negativlarni ko'rsatyapti. Oilaning o'rtasiga tushib qolgan yomon negativlarni ko'rsatyapti. Negativ ham bo'libki, tashqaridan, atrofdan kelyapti. Misol uchun begonadan bunaqa deyolmayman. Chunki o'zlaringizga qarashli inson. Endi qarang, ammo bu negativlarga yengilmanglar, chunki taqdirlaring bir. Oradan 3 oy o'tishi mumkin, 5 oy o'tishi mumkin. Keyin attang qilasizlar. Chunki ularning taqdirlaring bir bo'lgandan keyin arzimagan narsalar uchun bir-birlaringdan orozlab ketib qolib, unaqa narsalar bo'lishi mumkin emas. Chunki ikkovlaring taqdirlaring bir. Bu karta kimga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, o'sha karta sabablariga aytyapman. Kimga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, u boshqa karta bo'lishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha oilalaring unaqa bo'lmasligi uchun bir-birlaringga shirin gapiringlar, yaxshi gapiringlar. Endi atrofdagi dushmanlar endi sizlarning hayotlaringga sovuqchilik tushirmoqchidir. Sizlarning hayotlaringga endi sizlarning yaxshi yashaganlaringni, inoq bo'lishlaringni ko'rolmagan insonlar. O'sha nima desam ekan? Hayotda insonlar bir-birini misol uchun ko'rolmasa, baxillik qiladi, boshqa qiladi. O'shanga o'xshagan narsalar. O'shaning uchun ko'p anaqa qilib, qilmanglar bir-birlaringga-da. U negativlarga e'tibor bermanglar. Mana men misol uchun tanlab olganim yo'q. Kartani bunday qildim. Mana yana o'sha karta yana aylanib o'rgilib, taqdirlaring bir, yomon, tashqaridan kelgan negativlarga e'tibor bermanglar. Men kartani hashlab turib
keyin anaqa qildim. O'shanda yana o'sha narsa chiqib qoldi. Endi yana 3 ta karta olaylik-da, ko'raylik. Oilalaring buzilishiga yo'l qo'ymanglar. Oilalaringni buzmanglar, chunki taqdirlaring bir. Tashqaridan kelgan negativlarga hech qachon e'tibor bermanglar. Qizlar, obunachilarim, bu karta kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, nimada yozib qoldiringlar, kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar. Keyin orada ajrashganlar uchun yana yarashamizmi degan savollar bor. O'shanga hozir men karta tashab aytaman. Ajrashganmiz, lekin sud bo'lgani yo'q. Yarashamizmi qaytadan deganlar bor. Shularga javoban endi erkak tomondan ham ajrashganiga pushmon bo'lib, o'ylanib o'tiribdi. Endi mana ikkovlaringni ham tillaring yaxshigina, sizni ham tilingiz yaxshi emas. Endi bitta gapdan qolsangiz yaxshi bo'lar edi. Endi kattalar ham nima qilsin, ikkovlaring endi men zo'rman deb bir-birlaringni ko'rsatasizlar. Er-xotin ham bir-biri, misol uchun men pastman, sen balandsan deb o'rtada ota-onaga ham yaxshi bo'lmayapti. Lekin yigit keladi, o'zingizni baland olmang, iloji boricha mayli endi yashagingiz kelyapti, o'zingizni taqdiringiz, hayotingiz, o'zingizni anaqa yuqorida ko'rmasdan yarashgingiz kelsa, necha pasayasiz. Yo'q, mana shunday ketaveraman desangiz, pasaymasdan yana oxirigacha ajrashib yuraverasizlar. O'shaning uchun iloji boricha yaxshi gapirishga harakat qilinglar. Ajrashib, misol uchun soti bo'lmaganlar uchun yana qaytadan yarashuv ko'rinyapti. Endi batta hali bir yo'la ajrashib, zakisi bilan ajrashib ketganlar uchun demayapman. Ajrashib, zakisi hali kesilmaganlar uchun yana qaytadan yarashuv bo'ladi. Bir-birlaringga mehr-muhabbatli bo'lib, yaxshi qabul qilsangiz, yashab ketasiz. Yoki yo'q, unaqa bo'lmaydi desangiz, u hech ham chorasi yo'q narsa. Sizlarga karta ma'qul kelgan bo'lsa, yozib qoldiringlar. Albatta bitta yurakchani bosishni esdan chiqarmanglar. Oldindan rahmat, salomat bo'linglar.